Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan onamni retseptlari bilan varaqa solsani retseptini ochamiz. Ochamizmi retseptni? Ochamiz, xudo xohlasa. Muzdekina suv, tuz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzni yaxshilab berib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzni solamiz. Qattiqini xamir qilib olamiz. Xamir qilib bo'ldik. Ozgina dam oladi endi. Tindirib olamiz. Somsaga surtish uchun molda gurda yog'larni to'g'rab olamiz, mayda-mayda qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana chiroyli qilib berib olamiz. Buni esa hozir birga bir o'simlik yog'i bilan aralashtirib, xamirimizga surtib, uğraşni boshlaymiz. Mana 2 cho'mich salat yog'iga 2 cho'mich eritilgan mol yog'ini qo'shib olamiz. Tayyor surtkashga. Bir dumba bilan mol go'shtini nachinkasi uchun to'g'rab olamiz. Tabga ko'ra tuz, zira va murch. Bitta arada. Onamni eski zakazchiklari ko'rib turgan bo'lsa, sizlar uchun onamni yana qaytadan olib kelib qo'ydim, bemalol zakaz berishlari mumkin. O'sha somsa so'zlarni ko'rasiz. Xudo xohlasa. Birinchi xamirimizni yoyib oldik. O'tin yupqa bo'lishi shart emas. Endi erib qo'ygan yog'imizni chiroyli qilib surkab olamiz. Surkab oldik. Endi buni chiroyli qilib o'rab olamiz. Endi ikkinchi xamirni o'rab olamiz. Mana ikkinchi xamirni ham yoyib bo'ldik. Yog'ini surkyapmiz. Birinchi xamirimizni ochib, ikkinchi xamirga o'rab olamiz chiroyli qilib. Chunki zuvalamiz kichkina, varaqasi ko'proq bo'lsin uchun, tezroq yoyilishi uchun mana shunaqa qildim. Zuvala qancha mana o'ralgan xamirimiz qancha qalin bo'lsa, varaqalari ham shunaqa chiroyli chiqadi. Varaqalarni ko'rsangiz, qarang, shunaqa chiroyli. Hozir yeganimizni yana ko'raman. Yayishda ham o'zini sir-asrori bor. Somsani o'rtasini yaymaymiz. O'rtadan chekkaga varaqa ochamiz mana. Ko'ryapsizmi mana varaqalarni? Hammasini shunaqa qilib yoyib olamiz. Birinchisini o'rtaga barmoqni ezib turib, ikkinchisini orqaga qaytaramiz bola. Uchinchisi qiymani yaxshilab ichiga itarib, to'rtinchi olib kelamiz. Ezsiz, somsa nima bo'ladi? Ko'tariladi. Ustiga sut olamiz. Yengilgina xohlagan odam tuxum sursa ham bo'laveradi. Tuxum sarig'iga sut aralashtirib sepsa ham bo'laveradi. Qo'lan ketyapti-ku. Qo'shda og'izda erib ketyapti.